Furachi akalarimiz neredasizlar? Furachi akalarimiz uchun 3 dona tirkama tent, ya'ni pritsep sotiladi. 1, 2, 3. 3 dona pritsep sotuvga qo'yiladi. Furachi akalarimiz uchun sizlarga zo'r variantdagi pritseplar topib qo'ydim. 3 dona pritsep yillari. Qizil pritsepimiz 2018, seri pritsepimiz bo'lsa 2007-yil. Ariyanda ko'k pritsepimiz bor, u bo'lmasa 1997-yil. Xo'p, bu pritsepimizni tanishtirib o'tamiz. Hamma narsasi soz deyilyapti. To'g'ri o'tadi, dokument hamma narsasi soz. Kimga qiziq bo'lsa tez aloqaga chiqamiz. Nomerlarni qoldiraman egalarining o'zlaridan bog'lanib, baraka qilsizlar bo'ladi. To'g'ri o'tadi. Bu pritseplardan furasi sotilganligi sababli pritseplardan xudo xohlasa sotamiz deyilyapti. Endi batafsil ma'lumotlarni egalaridan so'rab turib, o'zlaridan baraka qilsizlar bo'ladi. Xo'p, bu yerimizda ikkinchi pritsepimiz 2007-yil. Mana shu holatni hamma narsasi soz deyilyapti. Bordagi bir bog'lovni uyda deyilyapti, uni beramiz deyapti. Xudo xohlasa, mana ko'rsatizlar bo'ladi. Dokument hamma narsasi soz, buni ham hech qanday aybi, hech qanday ashqisi yo'q deyapti. Xo'p, bu yerimizda so'nggi, ya'ni ko'k pritsepimiz bo'lsa, buning yili 1997-yil. Buning dokument hamma narsasi soz, to'g'ri atingizga o'tadi deyilyapti. Xo'p, narx-navolarga keladigan bo'lsak, Furachi akalarimiz bir podpiska bilan like bosib beramiz. Mana shu narxni aytishdan oldin ham qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Xo'p, bu ko'k pritsepimiz 1997-yil. Narxini bo'lsa $11,000 aytilyapti. Yana ochib tortishib kelishdan yerlari bor deyilyapti, xudo xolasa. Bu yerimizda o'rtadagi seri pritsepimiz bo'lsa 2007-yil. Narxini bo'lsa $16,000 aytilyapti. Yana ochib tortishib kelishdan yerlari bor deyilyapti, nasib bo'lsa. Xo'p, bu yerimizda 3-chi qizil pritsepimiz bo'lsa, yili 2018-yil. Narxini bo'lsa $17,000 aytilyapti. Yana ochib tortishib kelishdan yerlari bor deyilyapti. Hech qanday muammo yo'q deyapti. Kimga qiziq bo'lsa, egalarining nomerlarini qoldiraman, o'zlarini bog'lanib, bemalol baraka qilsizlar bo'ladi. Manzil bo'lsa, manzil Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumani Mang'iz shahri. Egalarining telefon qilib bog'lanib, to'g'ri atingizga o'tirib olsangizlar bo'ladi. Hamma yaxshi kayfiyatlar bilan Mang'iz Makler kanali.